Assalomu alaykum. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu ibrat olishimiz, o'ylab ko'rishimiz va Allohga yaqinlashishimizga sabab bo'ladigan bir voqea. Bu hikoyani aytib berayotgan odam o'sha marhumni yuvib dafn qilishga tayyorlagan shayxning o'zidir. Saudiya Arabistonida bir shayxga bir kuni telefon qilishdi va bizda bir odam vafot etdi. Kelib uni yuvib berasizmi deb so'rashdi. Shayx esa bir necha tanishlarini olib, o'sha joyga marhumni yuvish uchun yo'lga chiqdi. Shayxning aytishicha, u yetib borganda Sudandan bo'lgan bir birodarni ko'rdi. U Saudiya Arabistonida ishlar ekan. O'sha birodar boshidan oyog'igacha qon, chang, qum va mayda shisha bo'laklariga belanib yotgan edi. Bu birodar juda dahshatli avtohalokatga uchragani ayon edi. Balki yo'lda mashinadan uchib ketgan, yiqilgan yoki bir necha bor dumalagan bo'lishi mumkin. Shu sababli uning butun badani qon, mamataloq bo'lib ketgan. Qum va chang yopishib qolgan. Mashinaning sinib ketgan oynasining mayda bo'laklari tanasiga kirib ketgan edi. Shayx, kelinglar uni g'usl qildirishni boshlaylik dedi. Shunda ular g'usl qildirishni boshlashadi va birinchi marta suv va sidr bilan g'usl qildirishadi. Sidr bu payg'ambarimiz tavsiya qilgan o'simliklardan biri bo'lib, marhumni sidr bilan yuvish tavsiya qilingan. U yoqimli hidga ega va kukun shaklida bo'ladi. Shunday qilib birinchi g'usl qildirilgach, marhumning yuziga nur kirib, yorisha boshladi. Shunda ular marhumga ikkinchi marta g'usl qildirishdi. Bu safar kafur bilan. Kafur ham yoqimli hidga ega bo'lgan o'simliklardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhumlarni g'usl qildirishda sidr va kafur ishlatishni tavsiya qilganlar. Ikkinchi marta g'usl qildirilgach, marhumning yuzidagi nur yanada kuchayib, yanada yorishdi va uchinchi marotaba g'usl qildirilganda shayx uning tanasiga suv quyadi. Keyin nima bo'ladi? Tanasi butunlay o'zgaradi. Yorqinlashib, porlasha boshlaydi. Sudandan bo'lgan birodarning terisi qorong'u bo'lishiga qaramay, shunday nur bilan to'ldiki, shayx hayratda qoldi. Subhanalloh, uning yuziga to'liq nur kirdi. Tanasi porlay boshladi. Qon ketdi. Chang va qum tozalangach, shishaning mayda bo'laklari ham yo'q bo'lib, yuzi butunlay yorqinlashdi. Butunlay. Shayx o'zi ko'rgan narsani tushuna olmadi. Hayratda qoldi. U shunda atrofdagi birodarlarga murojaat qildi. Bu yuz va tana avval ko'rganimizdekmi deb so'radi. Birodarlar javob berdi, yo'q, u butunlay o'zgargan. Subhanalloh. Shundan so'ng marhumni kafan bilan o'rashdi, lekin yuzini ochiq qoldirishdi. Shayx eshikni ochib, oila a'zolaridan biror kishini chaqirdi va oxirgi marta yuzini o'pib chiqishni so'radi. Bu sunnatga muvofiqdir. Odamlar ichkariga kirganda shayx ba'zilardan so'radi, bu odamning yuzi avvalgidekmi? Ular, yo'q, yuzi porlayapti, nur sochyapti deyishdi. Shunda bir birodar kelib qattiq yig'lay boshladi va u boshqalardan farqli darajada qattiqroq yig'lardi. Shayx unga sabr qil va marhum uchun duo qil dedi. U, bilasizmi shayx, bu mening oddiy birodarim emas. Uning ismi Isam. Men sizga Isam haqida gapirib bermoqchiman. Shayx, ha, yaxshi gapirib ber dedi. Isam Saudiya Arabistonida bir kompaniyada oddiy xodim bo'lib ishlardi. Uning ofisi binoning yuqori qavatlaridan birida edi. Bizning namozxonamiz esa bino pastki qavatida. Namoz vaqti bo'lganida Isam butun ofis bo'ylab aylanib chiqardi. Namoz vaqti keldi. Birodarlar, shoshiling, namozga turing. Birodarlar, iltimos, namozga boringlar, namozga shoshilinglar derdi. U keyin zinadan pastki qavatga tushardi yoki yuqori qavatdan pastga qarab yurardi. Har qavatdagi odamlarni namozga chaqirardi. Yuringlar, yuringlar, namozga yuringlar birodarlar, harakat qilaylik, namoz vaqti keldi derdi. O'sha birodarning aytishicha, u har bir qavatga borardi va odamlarni namozga chaqirardi. Iltimos kelinglar, namoz vaqti keldi. Ishingizni keyin qilasiz inshaalloh.
U pastki qavatdagi namozxonaga yetganda, ofisdagi odamlarning yarmi u bilan birga kelardi. U bu ishni yillar davomida qilgan. Shayx Alloh uning oxirini yaxshi qilsin, Alloh unga jannatni bersin, Alloh maqomini baland qilsin deb duo qildi. Shunda birodar yig'lashdan to'xtadi va yo'q, mening birodarim Isam faqat shuni qilgan emas, yana boshqa ishlarni ham qilardi dedi. Unda aytib ber, Isam yana nima qilgan dedi shayx. Birodar gapida davom etdi. U oddiy xodim edi. Maoshi bor yo'g'i 2,5 ming riyol. Bundan ortiq emas. Bu taxminan $700 ham kam. Isam shunday oddiy maosh bilan pul yig'ib bordi. Pullarni tejadi. Birodarlarni va ishdagi ayrim odamlarni ham bunga undadi. Ular bilan birga pul to'plab, so'nggi yillar ichida Sudanda 3 ta masjid qurishdi. 3 xil hududda 3 ta alohida masjid. Subhanalloh. Shayx bu gaplardan hayratda qoldi. Oddiy bir xodim, oddiy maosh, lekin yillar davomida tejab, boshqalarni ham bunga undab, bir hududda bir masjid, boshqa hududda ikkinchi masjid, yana boshqa joyda uchinchi masjid qurdirgan. Allohu akbar. Qanday ulug' ne'mat, qanday ajib, mo'tabar amallar. Shunda shayx aytdi: Allohga qasamki, Alloh unga bu nur va porlashni uning qilgan amallari sababli berdi. Chunki u namozni o'z vaqtida o'qishga tirishardi. Boshqalarni ham namozga chaqirardi, yaxshilik qilishga intilardi. Biz sudanlik Isam birodar haqida shuni aytamiz. U yaxshilik qilardi, masjidlar qurgan, odamlarni namozga chaqirgan. Balki uning hech kim bilmaydigan sirli ezgu amallari ham bo'lgan va Alloh unga mana shunday oxirini berdi. Yuzida nur, tanasida porlash bo'ldi va ko'p odamlar uning uchun duo qilishdi. Bu voqea bizga oxiratimiz uchun ishlash kerakligini eslatdi. Biz ko'proq yaxshi amallar bilan shug'ullanishimiz kerak. Allohga imkon qadar yaqinlashishga intilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Shoshilinglar. Alloh subhanahu va taolo tomonga yaqinlashishga tezroq harakat qiling. Allohu akbar. Robbingiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga shoshiling. Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda aytadi: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Yaxshiliklarda peshqadam bo'ling, bir-biringiz bilan yaxshiliklarda musobaqalashing. Va biz istayotgan narsa, birodar va opa-singillar, o'lganimizda tabassum bilan o'lishimiz, o'lganimizda sajdada bo'lishimiz, o'lganimizda tanamizdan nur tarilib turishi, tabassum qilgan yaxshi hid, barcha yaxshi belgilar bilan bo'lishimiz. Mana shu biz izlayotgan narsa, birodar va opa-singillarim. Ha, bu chiroyli oxir, bu chiroyli yakun, bu oddiy inson boshqa yurtlik ishchi edi. Oilasidan uzoqda yashardi. Oddiy ishda ishlardi, oddiy maosh olardi. Ammo shunga qaramay Allohga yaqinlashishga erishdi. Shuning uchun bu xabar men uchun, bu xabar siz uchun birodarlar, bu xabar barcha birodar va opa-singillar uchun. Vallohi biz qila olamiz. Biz qila olamiz, biz buni bajara olamiz. Menda hech narsa yo'q, qila olmayman deb aytmang. Yo'q, yo'q. Tasavvur qiling, $700 teng maosh bilan u shunday buyuk ishlarni qila oldi. Balki u har kuni sadaqa berayotgandir. Balki hech kim bilmaydigan zikr yoki duolarni yashirincha qilayotgandir. Balki tunda hamma uxlayotganda u turib Alloh subhanahu va taologa ibodat qilayotgandir. Shuning uchun men Allohdan bizni o'ziga yaqinlashadigan, husnul xotima bilan, chiroyli yakun bilan o'ladigan va Allohga yaxshi amallar bilan yo'liqadigan bandalardan qilishini so'rayman. Vaqt tugadi. Inshaalloh boshqa epizodda boshqa voqeani albatta muhokama qilamiz. O'sha vaqtgacha Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.